Bu 5 yoshli Qozog'iston bola butun dunyo bo'ylab odamlarning yuragini eritib yubordi. Hammasi uning birinchi kurash musobaqasidan boshlandi. U oddiy ko'cha leotardida kelgan. U uyda formasini unutib qo'ygan emas edi. Shunchaki moliyaviy qiyinchiliklar sababli oddiy qishloq bolasi uni sotib olishga qodir emas edi. Qolgan bolalar esa to'liq kurash kiyimlarida edi. Lekin qahramonimiz uchun bu muhim emas edi. U bo'layotgan voqealardan shunchalik ilhomlandiki, ishonch bilan birinchi g'alabasini qo'lga kiritdi. Video tezda tarmoq bo'ylab tarqaldi va tez orada blogerlardan biri bolani topib, unga qo'llab-quvvatlash belgisi sifatida to'liq sport jihozlarini berdi. Bugungi kunda u mashq qilishda va orzusiga intilishda davom etmoqda. Uning maqsadi Olimpiya oltini va biz unga chin dildan omad tilaymiz.